ishtirok etmasligim sababi sog'lik tufayli. Mana shu konsertdan keyin men xohladim. Bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Balkim boshqa konsert bo'lmaydi, men borishim kerak. O'shaning uchun men keldim, hamma narsani tashlab. Если буду работать, я буду работать только в полном составе. Дуэт больше не будет. Mana shu konsertni yaxshilab, chiroyli berishga keyin ketaman. Endi bilmayman qachon kelaman. Assalomu alaykum. Shukur sizlar. Marhamat. Assalomu Bugungi matbuot anjumani Sidora guruhini Galdagi 18-dan 21-dekabrgacha bo'lib o'tadigan konsert dasturiga bag'ishlanadi. Men ishonchim komil, hozir davramizda yig'ilgan aksariyat hamkasblarimizda ko'pchiligida bugun bermoqchi bo'lgan asosiy savollari konsertdagi Kamilani ishtirok etmasligi bilan bog'liq bo'lgan jarayonga qaratilgan. Menimcha hamma savollar har xil formada bo'lishi mumkin, lekin ularni bitta umumiyga birlashtirib turadi. Nega Kamila yo'q degan savol. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalambor barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman va so'zim qisqacha bo'ladi. Hamma o'sha gaplar qanaqadir bo'lsa, biz tarqatmadik. Men guruhda qolaman va ijodimizni davom etamiz, Xudo xolasa. Va lekin hozirgi ushbu konsertga ishtirok etmasligim sababi sog'lik tufayli. Va umid qilamanki, mana shu holatimni, shaxsiy holatimni tushunib, hurmat qilib tushunasizlar. Shu qatorda men konsert o'sha bosh prodyuserga Davronjon Kabulovga, meni yaqin do'stlarimga, Feruzaxon Layloga, ijodiy yaqin do'stlarimga faqat omad, ijodiy omad tilayman va xursandchilik o'sha jarayonda va olqishlar, haqiqiy olqishlar tilayman va ishonamanki hammasi a'lo darajada yakunlanadi, hammasi zo'r bo'lib o'tadi. Va ushbu holatimni keyin balkim natijalarni taqdim etaman. Hozir ozgincha hayajonlat bo'lyapman, lekin ishonamanki hozirgi hammasi savollar aniqlab qizlar beradi, gapirib beradi. Menga esa ruxsat. E'tiboringiz uchun rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik. Rahmat aziz do'stlar. Endi el og'ziga el tutib bo'lmaydi deyishadi. Biza aksiga olib, endi bu o'zini nomi bilan shou biznes. Odamlar unda o'zlari o'ylab topgan shouni ham ko'rishni istashadi. Shu jihatdan bu har bitta odamni salomatligi birinchi o'rinda va bu jihatdan biz hammamiz ham ishonchim komil, Feruza ham, Laylo ham fikrimga qo'shilishadi. Kamillaga birinchi navbatda mustahkam sog'lik tilaymiz. Bu qanaqadir bir davolab bo'lmaydigan bir xastalik haqida gap bormayapti, Xudoga behisob shukr. Bu reabilitatsiya jarayoni va bu jarayon hozir ortiqcha jismoniy yuklamalarsiz va ruhiy zo'riqishlarsiz o'tishi kerak deb o'ylayman. Hozir press konferensiyani o'zida o'zinglar ko'rdinglar. Kamilla qanaqa hayajondalar boshqa. Biz ochiq gap press konferensiyaga ham unaqa ularni ovora qilish istamagandik, lekin ko'pchilikni yig'ilib qolgan savollari va ular guruhni to'liq tarkibda ko'rib, hech bo'lmasa press konferensiyada bu savolga javob olishga haqlilar deb hisobladik. Shu savolinglar bo'ladigan bo'lsa, Laylo Galiyeva va Feruza Latifova javob berishga tayyor. O'tgan yili konsert kutilgan konsert juda chiroyli o'tdi va hamisha biz o'rganganmiz, chiroyli e'tiroflar ham bo'ldi va ayrim kamchiliklar borasidagi takliflar ham bo'ldi. Liboslar borasida bu yilgi konsertda qanaqa yondashilyapti va sherigingizni o'rni bilinadi. Biz doimo uchlikda ko'rganmiz sizni. Qanaqa yangiliklar bor?
bizga albatta sherikimizni yo'qligini что bizaga juda ham qiyin ozgina bo'ladi, lekin biz harakat qilamiz. Bu yilda juda ham ko'p eski qo'shiqlar biz yangraydi. O'tgan yilda yangramagan qo'shiqlar bo'ladi va juda ham qiziqarli ssenariy bo'ladi. Biza katta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shunaqa. Спасибо за понимание. Нам тоже не очень комфортно работать вдвоем, но так как это было уже запланировано год назад, мы не смогли подвести ни организаторов, ни продюсера Даврона Кабулова, ни наших поклонников, поэтому этот концерт в любом случае должен состояться. И очень жаль, что многие надеются, что все-таки это сюрприз, и на концерте появится Камила, но, к сожалению, такого не ожидается. А мы с Фирузой приложим все свои силы для того, чтобы не разочаровать, в первую очередь, наших поклонников, наших друзей и всех людей, которые нам помогают в организации этого концерта. Особенно Даврона Кабулова, который в очередной раз поверил в нас. И несмотря на то, что у нас в этом году не полный состав, он еще раз рискнул подарить этот концерт нашему слушателю. aynan bu yil guruh to'liq tarkibda bo'lmasa ham konsert berishga qaror qildik. Xo'p, xalqlar do'stligidagi kunlar masalasi bu juda ham dolzarb muammoga aylangan, ya'ni kunni olish masalasi. Va biz hozir olgan kunlar bu payshanba, juma, shanba va yakshanba kunlariga juda haligi talab yuqori bo'lgan kunlarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari o'tgan yili o'sha konsertga reja qilinganda, boshqa qilinganda hamma hujjatlar Toshkent shahar ommaviy tadbirlar o'tkazish komissiyasiga, O'zbek konsertga, estrada birlashmasiga bu hujjatlarning hammasi chiqarilgan edi va hujjatlar konsert o'tkazilishi 1 yil oldin tasdiqlangan edi. Shu jihatdan olib qaraganda men birinchi navbatda katta rahmat aytmoqchiman Layloga, chunki bu organizatsiya Layloning ishtirokchisiz bo'lmagan bo'lardi. Men hozir sizlarga tasavvur qilolmaysizlar, menimcha Laylo o'zining studiyasida har bitta kompozitor, har bitta aranjirovщик bilan ishlab boshqa qilib, programma to'liq va to'kis va o'tgan yilgidan ko'ra sifatli ko'rinishda bo'lishi uchun qo'ldan kelgan va qo'ldan kelmagan hamma choralarni ishga soldi. Men alohida rahmat aytmoqchiman. Bu yil davomida 2 marta Amerika Qo'shma Shtatlaridan farzandlari u yoqda istiqomat qilishiga qaramasdan, maktabda tahsil olishiga qaramasdan, misol uchun vaqt topib O'zbekistonga kichkina bo'lmagan muddatda kelib ketayotgan Feruzaga. Men o'zim umuman konsert prodyuseri sifatida bu ijodkorlar bilan ishlab rostdan maza qilaman. Haligi shunaqa bir ximiya yuzaga kelyaptiki, ortiqcha haligi bir-birimizdan bezovta qilmayapmiz-da. Haligi qanaqadir masalalar bo'ladigan bo'lsa, 3-4 savolni bitta qilib Laylo qo'ng'iroq qilib Davron men masala deydi. Savolni ham yechimini tezroq topishga harakat qilamiz va haligi ijodiy jarayon tashkiliy muammolarga xalaqit bermasligi va aksincha ijodiy jarayonga tashkiliy jihatlar ta'sir o'tkazmasligiga harakat qilamiz. Biz har doim jamoani o'sha ruhan birga ekanligiga ishonganmiz. Garchi bu yoqda 2 kishi, bu yoqda 1 kishi bo'lsa ham, lekin mana ayni o'sha konsert jarayonlarida umuman shunaqa birgalikda uyushtiriladigan jarayonlarda har doim siz shu yerdasiz. Mana shu qiyinchiliklar yoki sizda bo'ladigan mana shu jarayonlar haqida ham aytib bersangiz, menimcha muxlislarimizga qiziq. Endi qiyinchiliklar bor. Birinchi o'rinda meni bolalarim, oilam qoldirib ketaman. Meni kichkina qizim bor. Har doim yonida bo'laman, lekin unga qaramasdan Setora guruhi hamma oilamda biladi, men uchun juda ham birinchi o'rinda desam bo'ladi karyera. O'shaning uchun oilam bilan gaplashib, hammamiz o'tirib, men aytdimki, balkim boshqa konsert bo'lmaydi, men borishim kerakman. O'shaning uchun men keldim, hamma narsani tashlab. Men uchun bu konsert juda ham muhim. Bir yangi premyera ko'rmaganmiz konsert oldi. Bu baribir xususiy bir yangilik sifatida qilingan. Shu bo'yicha yaratilish haqida gapirsanglar, qo'shiq haqida. Bu qo'shiqni bu konsert uchun yaratdik va biza
bizani haqqimiz yo'q odamlarni aldashga. Uchalamizni klip qilib, keyin konsertga kelishadi, biz ikkalamiz chiqsak. Noto'g'ri bu. To'g'rimi? O'shaning uchun bu klip, bu qo'shiq bu konsert uchun yozilgan. Va bu qo'shiqni guruh a'zolari bilan birgalikda haligi qo'shiqni tanlash jarayonida men ham ishtirok etdim. Haligi o'zaro Feruza Amerikada, Laylo bilan biz bu yoqda Toshkentda haligi ideyalarni, g'oyalarni, qo'shiq g'oyalarni har bittasini agar adashmaydigan bo'lsam, Layloni o'zi bir 300 tadan oshiq qo'shiqqa eshitib chiqdi-da. Va undan tashqari kelgan bir 30 ga yaqinini guruhga Telegramdagi o'zimizning gruppamizga tashlaganlardan keyin buning ichidan 4 tasini ajratib oldik. Oxirida u biladi kompozitsiyasida to'xtadik. Ochig'i birinchi bo'lib aranjirovkani tanlab oldik va undan keyin Shahnoz mana shu qo'shiqda haligi yondim kuydim emas, guruh a'zolarini statusiga, boshqasiga yarashadigan bir matn yozib berdi. Buning uchun kattakon rahmat. Umuman Shahnoz Sidorani deyarli barcha bosqichlarda qo'llab-quvvatlab kelgan ijodkor. Umid qilamizki, Sidora bilan hamkorlik yana davom etadi. Klipiga to'xtaladigan bo'lsak, aktyorlar yig'indisidan menimcha sezgan bo'lsangiz kerak, bu oxirgi bir yilda eng qimmat kliplaridan bittasiga aylandi. Chunki bir nechta liniya bor edi va unda tasodifiy ijrochilar, tasodifiy aktyorlarni qatnashmasligiga qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Ssenariyni Davron g'oyasini men berdim. Jamshid aka Hojiniyozov bilan birgalikda uni ssenariy holatiga keltirdik va undan keyin Bekzod Shohona studiodagi Bekzod bilan birgalikda suratga oldik. Men o'ylaymanki, nozik didli tomoshabinam bu klipni ko'rgandan keyin haligi Sidora o'zini plankasidan pastga tushmadi degan fikrda bo'ladi deb o'ylayman. O'sha konsertda eski qo'shiqlar bilan birga yana premyera bo'ladimi yoki o'sha eski repertuar yana bir bor yangi sayqalda chiqadimi? Bizda juda ham ko'p qo'shiqlar yangilamagan. 24 o'tganda. Juda ham ko'p savollar bizga direktga, Instagramga yozishgan bering. Nimaga bu qo'shiqni aytmadinglar? Nimaga buni aytmadinglar? Nimaga? Shuning uchun bu yil boshqa qo'shiqlar ham bo'ladi. Sizga ham taniq qo'shiqlar ham bo'ladi va albatta u bo'ladi, qo'shig'i ham bo'ladi. Shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchiman, duetlar ham bo'lishi ehtimoli bormi? Yo'q. Yo'q. Demak, bu o'sha Sir bo'lmaydi sizlar uchun? Yo'q, bo'lmaydi. Bugun nechinchi chyslo? Bu 5-chi. Konsertgacha 13 kun. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Balkim. Bu safar liboslar qanaqa bo'ladi? Unga qancha mablag' ajratilgan? Dizayner kim? Ответь насчет одежды. Насчет одежды. Мы не можем сейчас все карты вам раскрыть. Мы работаем с теми же, с кем работали на прошлом концерте. Это команда людей, с которыми нам приятно и комфортно работать. В этом году будут другие костюмы, но все те же люди будут их создавать. Lidiya Andrey boshchiligidagi stilistlar hozir ishlashyapti. Qizlarni yana o'sha hammamiz bilgan Navqiron Sidorani sahnada yangicha qiyofada ko'rish ustida ish olib borishyapti. Lida har kuni pul so'raydi mendan. Chunki bu safar raqqosalarni ham kiyimlari, liboslari uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Lidiya Andrey baraka topsin juda katta masshtabdagi ishni bajaryapti bu konsertda. Umid qilamanki, bu yerda bir jihat borda, hayotda juda viqorli ko'rinadigan, chiroyli ko'rinadigan kiyimlar sahna uchun bo'lmaydi-da ko'pincha. Lekin sahnani kiyimlari biroz hali kiygan ijodkor ham nima bu deydi, lekin kadrda ko'rganda haqiqatda bu juda effektli narsa bo'lib chiqqanini his qilishadi. Shu jihatdan
biza menimcha qarshi bo'lmaydi qizlar ham agar bu qayerdadir sal torroq bo'ladigan qiladigan bo'lsa, lekin tomoshabinlar o'sha yosh, ko'zlari o'rgangan, navqiron, go'zal, latofatli Sitorani ko'rishadi. To'yda kiyiladigan ko'ylak masalan sahnaga bo'lmaydi. balki o'sha uchun ham o'tgan yil obrazlarni tushunish Biza shunaqa har doim qilganmiz. Esinglarda bo'lsa, vafodoring qo'shig'ida. Esinglarda bormi yuzimizda? Bo'yalganmi? Mana Davron aka doim aytadilar, hozirgi paytda konsert berish juda ham qiyin. Biletlar sotuvini ham amalga oshirish qiyin. Bir kamdan kam artistlar yoki bir hype qiladigan artistlarni konserti o'tayotgan bir paytda hozir. Meni o'ylashim bo'yicha bu yil nimagadir Sitorani afishalari ham ozgina kechroq chiqdi. Meni nazarimda. Shunga qaramasdan, mana shu sotuv jarayonlari, umuman shu realizatsiya qanaqa bo'lyapti hozirgi paytda? Xo'p, realizatsiya temasi halicha qizlar qarshi bo'lishmasa kerak, savolga javob bersin. Xo'p, konsert reklamasi bu shaharda ko'proq reklama chiqqanini boshqa qaysidir xonandaga ko'rsatib qo'yish uchun qilinmaydi. Konsert reklamasi bu konsert chiptalarini 100% realizatsiya bo'lishi uchun amalga oshiriladi. Agar chiptalarni sotuv ko'ngildagidek ketayotgan bo'lsa, uni har bir burchakka joylashtirib boshqa qilishni hojati yo'q deb o'ylayman va hozirgi kecha kunduzda misol uchun masalan oddiy misol aytaman, Million jamoasini konsertidan misol qilib keltiraman, reklama byudjeti 1 milliarddan oshadi. Bir yil davomidami? Bitta konsert. Konsert uchun byudjet. Ya'niki ko'chadagi ekranlarni ham bizani qosh ko'zimizga qo'yib bermaydi hech kim. Va ular ham elektrichество ishlatayotganini biz bilamiz-da. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, haligi 2 kunlik konsertga o'shanga yarasha byudjet ajratiladi. Va nazarimda o'tgan yilgi muvaffaqiyatli konsert ham ortiqcha reklamaga hojat qoldirmadi deb o'ylayman. Xudo xolisa yana bir qimmatli ma'lumot. Nasib qilsa ertaga 6-dekabr kuni bayram munosabati bilan ko'pchilik vatandoshlarimiz 2-3 kun mobaynida dam olishlarini inobatga olgan holda Sitora guruhini o'tgan yili 2024-yil Xalqlar do'stligida bo'lib o'tgan konsertini video talqini YouTube video hostingida joylashtiriladi. Vizanova kanali orqali xudo xolisa. Mana o'tgan yili aytilganida o'sha qanchadir muddat o'sha Sitorani qo'shiqlarini o'sha avtorskiy huquqi o'zlarida bo'lmagan, ozgina muammoli vaziyatda. Bu yil bunaqa narsalar yo'qmi? Yo'q. O'sha paytda olingan hammasi. Chunki bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, oxirgi paytda haligi ko'p bo'lyapti, ayniqsa masalan shoirlar bilan qo'shiq mualliflar. Muayyan bir gonorar evaziga kelishuv amalga oshiriladi. Hech kim qo'shig'ini shundoq bera olmaydi-da. Keyin ba'zida shunaqa holatlar ham bo'ladiki, qo'shiq hitga aylangandan keyin da'volar paydo bo'ladi-da. Shu jihat ham bor. Men tarafdor emasman, shoirlarni qalam haqqi berilmasligini tarafdor emasman. Lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da, bu shantajga ham aylanib ketmasligi kerak deb hisoblayman. Va ijodkorlar umuman o'sha ijodiy do'stlikni yo'qotib qo'ymasligi kerak. Bu bitta qo'shiq uchun qalam haqqi masalan 10 so'm kelishilgan joyda uni 100 so'm qilib olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin ertaga boshqa xonandalar va o'sha xonandani o'zi bu ijodkor bilan ishlagisi keladimi degan savol ham bor masalan. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, muammo bo'lishi kerak. Xonimcha ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak, konsertda fonogramma orqali ijro etiladimi yo jonli ijro bo'ladimi? Ovozi jonli. Ovozi jonli bo'ladi, muzika fonogramma. To'g'rimi? Endi afishalarda fonogramma degani uchun hamma o'ylaydiki, Muzika fonogramma bo'lsa ham fonogramma yozish shart. Yana qanaqa savollar? Bilet masalalari bo'yicha o'zingizlarga qarindosh bo'lmagan odamlar ham sizlarga konsert paytida bilet so'rashga Telefon endi bizga qilish olmaydi, nomerimizni bilishmaydi. Lekin direktga yozish mumkin odamlar va biz harakat qilamiz javob berishga.
lekin man o'zim haqimda unaqa deya olmayman. Sizni tanishlaringiz ko'proq. To'g'risi haligi Setora guruhini endi ijodini boshlagan paytda men maktabda o'qiyordimda va fursatdan foydalanib o'zimni tanishlarimga shu bilet so'rayotganlarga aytmoqchimanki, bu gruppani men ko'tarmaganman o'rtoqlar. Shuning uchun hamma biletlarni men tarqata olmayman. Chunki bu konsertda haligi iqtisodiy jihatlari ham o'zi alohida. Shu jihatdan agar sizlar Setorani rostmanasiga bir muxlisi bo'ladigan bo'lsanglar, Xalqlar do'stligi san'at saroyi kassalariga kelib, umid qilamanki, o'sha yaxshi joydan qolgan, shu joydan biletlarni olib ketishadi. Va bu orqali qo'llab-quvvatlaydi. Bilet sotib olishadi. Yo'q, o'zi bizadacha O'zbekistonda yaxshi bir keysni amalga oshirish kerakda. Yaqinda bitta do'stim kiyim do'kon ochdi. Bordimda, menga kostyum beryapti-da, yaxshi shерстяной kostyum. Endi bo'lsa masalan bir $500 bo'lar o'sha kostyum. Brendovый emas, lekin yaxshi sifatli. Menga sovg'a qilmoqchi do'konning ochilishiga. Men aytaman, qancha turadi deyapman. Qo'yaversangiz-chi. Bu aqlsizlik deyapman. Bizda kimdir agar magazin ochadigan bo'lsa, hamma haligi men uzr so'rayman bu jumla uchun, haligi tekinxo'rlar yig'ilib boradiganga o'xshaydi-da. Ular har bittasi nimadir sovg'a bilan qaytishi umidida-da. Vaholanki bu odam bor pulini sarflab bo'lib, bitta biznesni oyoqqa qo'yishi niyatida. Bo'ldi, cho'nchagida hech narsa qolmadi bu ochilish qilguncha. Undan ko'ra, agar endi faraz qiling, uni 300 ta mehmoni bo'ladigan bo'lsa, har bittasi kelib, misol uchun $100 dan xaridni amalga oshirib ketadigan bo'lsa, bu birinchi kunini $30,000 savdo bilan boshlaydi. Одежка, да? Va bunga rostmanasiga ko'mak bo'ladi-da. Bizni o'zi shundoq ham qiyinchiliklarni girdobida turgan odamga o'zimizni og'irligimizni tashlashga o'rganganmiz-da. Bo'lmasam misol uchun endi faraz qiling, bitta odamga 2 ta bilet xarid qilish qanchalik yuk berishi mumkin? Hozirgi paytda menimcha. Endi faraz qiling, 500 ta odamga 2 tadan bilet tarqatish davronga qanaqa yuk bo'ladi? To'g'risi-da, yo'q, men hech narsadan nolimayapman. Alloh beraversin, bizni tarqataveraylik misol uchun. Lekin hamma narsani bir me'yori bor. Millionni bitta konsertiga, o'sha yil davomida bir marta yoki 2 marta bo'ladigan konsertiga har konsertda qo'ng'iroq qilib tekinga taklifnoma so'rayveradigan odamlar bor-da. Baraka topkur, sen agar o'sha yerda bo'lishing kerak deb hisoblansa, tashkiliy guruh senga o'zi shundoq ham beradi. Senga berilmayaptimi? Demak, shuni hurmatingni bilib borib kassadan olib ketib. Misol uchun men oldin ham aytdim-ku press konferensiyada, magazinga kirsangiz, misol uchun nonni tekinga berishmaydi. To'g'rimi? Taksiga o'tirsangiz, tekinga olib borib qo'ymaydi. Nimaga endi, misol uchun ijod tekin bo'lishi kerak. Bu to'yga san'atkorlarni tekinga bir ro'ga kirg'izish xohlaydigan palonchakalarga ham tegishli. Setora konsertdan keyin yana nimalarni maqsad qiladi? Baribir siz qaytib ketishingiz kerak. Qo'shiqlar davom etadimi? Mana shu jarayonda. Viloyatlarda Men o'zim uchun aytaman, keyin Laylo aytadi. Meni rejam mana shu konsertni yaxshilab, chiroyli berishga. Keyin ketaman, endi bilmayman qachon kelaman. Onam uchun albatta kelaman. Meni onam bu yerda bor. Lekin yana bitta konsert qo'yish uchun biz yangi albom yaratishimiz kerak. To'g'rimi? Yangi qo'shiqlar yaratishimiz kerak. Hozircha men xohlamayapman buni. To'g'risi. Mana shu konsertdan keyin men xohlamayapman. Bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Buni Xudo biladi va ko'ramiz. Balkim bo'ladi, balkim yo'q. Hozircha yo'q. Men uchun. Laylo. Ты уже все сказал. Я, если буду работать, я буду работать только в полном составе. Дуэт больше не будет. Поэтому я беру тайм-аут. С января месяца я ухожу как солистка группы Сетора, занимаюсь своими проектами. Об этом это уже отдельная история.
Если Фируза будет приезжать в Узбекистан и готова будет работать в полном составе, мы будем работать. No, biza yangi qo'shiqlar uchun yaratishimiz kerak. Lekin yana bir Yangilik marta- kerak odamlarga. Eski qo'shiqlarimizni hamma biladi. hozir Sitora guruh qizlari o'zi ko'p keragidan ko'p informatsiya berib yuborishdi, что пока pauza qilishmoqchiligi haqida. Man rostdan bu guruhni endi yoshligimizda juda ham ko'p eshitganmiz va man misol uchun Feruzani ham, Layloni ham misol uchun insoniylik jihatdan misol uchun aytaman. Endi ijodkor sifatida hammamiz birga kim bilandir ishlab ko'ramizda misol. Va bu jarayonda keyinchalik 1 yil 2 yil o'tgandan keyin insoniyligi jihatdan qanaqadir xulosa shakllanadi. Man realdan bu ikki ijodkor bilan Feruza bilan ham, Laylo bilan ham ishlaganimdan juda ham xursandman. Man misol uchun ketkizgan misol uchun baxtimga ham, boshqa narsaga ham, harakatlarimga ham, mablag' tomonlama ham achinmayman. Man o'tgan konsert biz shu vaqtda Laylo bilan gaplashgan edik. 6 oy davomida o'tgan yilgi konsertga tayyorgarlik ko'rilgan edi. O'shanda behisob shukur misol uchun man foyda bilan chiqdimda, lekin o'sha topilgan foydani misol uchun mayli miqdorini aniq aytmayman, lekin 1 oy ichida topsam bo'ladi-da. Lekin undagi zavqi boshqa. Ha. O'sha Sitora guruhini yana konsert berishini ko'rib, misol uchun men o'zim haligi lojaga chiqib videoga olib turdim-da. Shunaqa darajada haligi ichingizdan bir narsadan xursand bo'lasiz-ku, misol uchun. Men yana bir marta katta rahmat aytmoqchiman, что bu tashabbusimizni qo'llab-quvvatlagan qizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Sizga ham katta rahmat. Majda bir-birimizga rahmat aytib konferensiya olamiz. Man bitta narsani tanqid qilmoqchi emasman, lekin ba'zi san'atkorlar bor, bu yil oxirgi konsertda yoki bu so'nggisi bo'ladi deb oldindan afishalarda kelishadi. Siz lekin bu narsadan foydalanmadingiz. Mana hozir Feruza bilan eshitib turibmiz, oxirgi konsert bo'lishi mumkin yoki yana davom etishi mumkin. Siz masalan oxirgi konsert bo'ladi deb kunini ko'proq qilib yoki bir shunaqa shoular bilan PR bilan ishlamaymiz. Bu PR emas. Ya'ni kelinglar, oxirgi konsert foydalanadigan ma'noda demoqchimiz. Foyda uchun Yo'q, Sitora guruhi bunga arziydi deb o'ylayman. Bunaqa arzon PR. Agar unaqa qilsa Sitora emas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, misol uchun u o'zi misol uchun bizlarni qilayotgan ishimizda yakdil bitta hukm berishga uncha odam shoshmaydi-da o'zi aslida. Endi qanchalik agar biz hozir chiqib turib bu oxirgi konsert desakda, misol uchun 100 ta emas 150 ta bilet sotsak, ana 50 tasi bizga o'shanda halol bo'ladi, misol. O'sha oxirgi konsert ekan deb o'ylab olsa-da, unda keyingi safar yana konsert qo'yadigan bo'lsa, u 50 ta kamroq sotadi-ku. To'g'ri? Bu haligi PR nimadan iborat? Sizni ustunlik tarafingizni chiroyli qilib odamlarga taqdim etishingizdan namoyon bo'ladi. Bu yo'q narsani bor qilib ko'rsatishda emas. Yo'q narsani bor qilib ko'rsatganingizda bir marta aldaysiz odamlarni, 2 marta aldaysiz, 3-marta yolg'onchiga chiqasiz bo'ldi. Bizga unaqa PRlar aniq kerak emas. Bizda yaxshi ijod bo'lsa, afsonaviy ijodkorlarning sahnaga qaytishiga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'sha olsak, bizga o'sha PR deganda o'sha narsa. O'tgan yil o'sha aktyorlar chiqqanda mana hamma kuzatgan. Bu aktyorlar ham oddiy har kuni chiqadigan aktyorlar bo'lmagan. O'sha oddiy epizod bo'lsa ham, misol bitta qo'shiq uchun bo'lsa ham juda ham yaxshi va sifatli aktyor aktrisalar chiqqan. O'ylaymizki, o'sha bu yil ham shunaqa bir ajoyib va Sitorani afsonaviy nomiga xos konsert bo'ladigan. Xudo xolasa.